Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilarimiz. Biz bugun yana ostanovkadamiz Vazir elida. Keyingi baxt ostonasida turgan yoshlarimiz uchun kelin sarposidagi pardasini hozir ilib tugatdik. Pardamizning obzorini aytib beramiz. Pardamiz ichkarisidagi tulidan boshlaymiz. Tullarimiz turetskiy poloska tuldan qo'ydik. Aksessuarlarimiz ham dum nafis bo'ldi. Matamiz jakarta bo'ldi. Sultanchik держатель aksessuarlarni hammasini bir-birini moslagan holda tanladik. Pardamizni ko'rib baho berasizlar. Sizlarga yoqsa bir like bosib qo'yamiz.